65 mingga ustiga chiqib sakrasangiz ham sinmaydigan stul ko'rsataymi? Mana shu stul. Bu stullar plastmassadan ishlangan bo'ladi, juda ham ixcham bo'lib yig'iladi. Olib yurishingizga qulay qilib ishlangan, bitta yengil harakat bilan stulni yig'ib olsangiz bo'ladi. Bu stul keng assortimentda har xil turdagi, har xil razmerdagi sotuvda bor. Hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan, og'irlikka chidamli qilib ishlangan. Men o'zim 70 kilo atrofidaman, stul meni bemalol ko'tarib turibdi. Kichkinasi ham kattalari ham meni bemalol ko'taradi. Narxlari 65 mingdan 120 minggacha. O'ziga modeliga qarab 5-6 ming so'mdan oshib boradi. Bulardan tashqari yana alohida mana bunaqa stoli bor. Bu ham ixcham bo'ladi. Olib yurishga qulay qilib ishlagan. Razmeri bo'lsa 50 sm ga 65 sm, balandligi 50 sm bo'ladi. Stoli ham hamma yog'i plastmassadan ishlangan, Xitoyda ishlab chiqarilgan, lekin shunga qaramasdan juda ham baquvvat qilib ishlangan. Stoli ham ixcham bo'lib yig'iladi. Bitta-ikkita yengil harakat bilan stolni bemalol yig'ib olsangiz bo'ladi. Agar xohlasangiz stol, 4 ta stuli bilan nabor qilib ham yig'ib beramiz. Yo bo'lmasa alohida menga stoli yoki stuli kerak desangiz, ular ham ilojisi bor. Stol 265 ming so'm, stuli boya aytganimdek 65 mingdan boshlab 120 ming so'mgacha chiqadi. Agar hech narsani tushunmagan bo'lsangiz, hozir siz uchun boshqatdan tushuntiraman.